Assalomu alaykum. 220 ml mana bu qalin dasturxonimizni rasvetkasini so'raganlar uchun mashq qoldi. Alohida sotilayotgani rasvetkalarni ko'rsatmoqchiman. Qaranglar, qanaqa chiroyli rasvetkalari bor. Hop, agar skrinshot qilib tashlasanglar, olib qo'yaman. Bu kачествоli qalin dasturxonlar 220 ml. Ana shuni hozir 180 mingdan berib yuborganman. Mana shu qo'ygan uchun hamma rasvetkasini olib beraman sizlarga. Tanlab olsanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa chiqadi. Kачествоsi ham вообще zo'r, yuvib tutadigan dasturxon. Kimga qaysi yoqqan bo'lsa, skrinshot qilib jo'natasizlar. Qaranglar, qanaqa zo'r. Fotosiga Ramazon muborak deb yozilgan. Skrinshot qilib jo'natasizlar, o'shani olib qo'yaman agar qolgan bo'lsa. Bor yo'qligini e'tiborim sizlarga. Nima desam, tonnisini oqroq yaxshi ko'radiganlar uchun ko'rmadim. Men bu ham oqroq yaxshi ko'radiganlar uchun. Mana bor. Men buni kirchimol deydi-yu. Mana ikkita bor. Hop. Number. Ko'ringlar. Men bu ham вообще zo'r ekan. Number. Oxirgi rasvetkamiz. Bundan bor. Buni skidkada 180 ming so'mdan beryapman. Masha rasvetka qolgan.